Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Favvora oilaviy restoran YouTube sahifasiga xush kelibsiz. Albatta har yakshanba kunlarda siz uchun eng mazali bo'lgan taom retseptlarini bo'lishib bormoqdamiz. Bugun ham albatta siz uchun go'shtli taomlarning Yevropacha eng mazali taom hisoblangan miyasasi gribam deb nomlangan taomimizning retseptini taqdim qilmoqchimiz. Albatta taom retsepti siz uchun qiziq bo'lsa, videoni diqqat bilan tomosha qiling va o'rganib oling. Yana yakshanba kuni siz bilan ko'rishib turganimizda juda ham xursandmiz. Bugun ham albatta mahoratli katta oshpazimiz Shohruxbek bilan sizga ajoyib bo'lgan, mazali bo'lgan va tayyorlash ham oson bo'lgan taom retseptini bo'lishmoqchimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum opa-singillar, aka-ukalar. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun tayyorlaydigan taomimizning nomi miyasasi gribami degan ovqatimiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan masalliqlarimiz mol go'shtining eng yumshoq joyi bon filesi, keyin piyozimiz kerak bo'ladi, qo'ziqorinimiz kerak bo'ladi va kerak bo'ladigan ziravorlar. Xo'p, ishni nima boshlaymiz Shohruh aka endi? Ishni go'shtimizni to'g'rashdan boshlaymiz. Xo'p. Nima uchun aynan bon file tanlanadi? Bu taom uchun boshqa go'shtlar bo'lmaydimi? Endi boshqa go'shtlarni ham ishlatsa bo'ladi. Bizlar asosiy bon file ishlatamiz, chunki bu juda ham yumshoq va mayin chiqadi. O'shaning uchun bon filedan ishlatamiz. Xo'p. Go'shtni yupqa qilib to'g'raymiz. Kotga to'g'raganday. Ya'ni tez pishish uchunmi bu endi? Ha, tez pishish uchun. O'zi bu taom nechta daqiqada tayyor bo'ladi? Примерно bir 15-20 daqiqani oladi. Juda ham kam vaqt tayyor bo'ladi. Aha. Bizning bekajoylarimiz 15-20 daqiqada albatta faqat go'shtni o'zini qovurishini eplab qolamiz. Lekin bu taomni endi xudo xolasa bugun o'rganib olamiz. Taxminan necha gram atrofida go'sht solyapmiz endi taomimizga? 150-200 gram yetib qoladi. Piyoz to'g'raymiz. Piyoz mayda kubik bo'lishi kerak, chunki tezroq pishib, yetilib ketishi kerak piyoz ovqatimizda. Taomning nomi ham juda ham qiziqarli. Demak, bu taom qaysi millatga mansub bo'lgan? Yevropa oshpazasiga mansub ekan, buni bilyapmiz. Qaysi millat taomi? Bu taomimizning o'zi kelib chiqishi ruslar oilasiga mansub. Rossiyada birinchi bo'lib 19-asrda paydo bo'lgan taomimiz. Buning nomi Bestroganov deb atalgan, chunki o'sha paytda grafning nomi Bestroganov bo'lgani uchun, Stroganov bo'lgani uchun o'shanga ataylab pishirilgan taomimiz bu. Piyozimiz yetadi. Endi yarimta piyoz yetarkan. Yarimta piyoz yetib qoladi. Endi qo'ziqorinimizni do'lki shaklida to'g'rab ko'rsatamiz. Endi bu taomni asosiy mazasini nima keltirib chiqaradi? Go'shtmi yoki qo'ziqorin? Qo'ziqorin bilan go'shtni qo'rgan paytimizda bir boshqacha bir vkus kelib chiqadi, boshqacha bir ta'm kelib chiqadi. O'shaning uchun bu taomimizni o'zi ham o'shani fishkasi bo'lgani uchun ham shuning uchun ham shunaqa qilib tayyorlanadi. Menimcha bu taom tarkibiga menimcha pishirish jarayonida qaymoq ham qo'shiladi, to'g'rimi? Ha, qaymoq ham qo'shiladi. Endi slivka bo'lsa, slivka qo'shsa ham bo'ladi. Biz asosiy qaymoq qo'shamiz, chunki qaymoqning mazasi boshqacha. To'g'rab oldik. Ana endi pishirish jarayoniga o'tamiz. Assalomu alaykum. Favvora oilaviy restoranimizda shunaqangi ajoyib reseptlarimiz ham mavjud. Saharlik va iftorlikda shunday reseptlarimiz bilan zakaz qilib yeyishingiz mumkin. Bunaqa joy yo'q edi-yu. Nima uchun yo'q? Siz yeb ko'rmagansiz. Bugun albatta yeb ko'ring. Xo'p. Yoqimli faqat. Demak, biz taomni pishirishni boshlaymiz. Ketdik.
ko'rganman, olib Yo'q, olishda keladi. Unga aytib ketaymi ya? Hadi ikkinchi tayyor bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz va taomimiz ham tayyor bo'lish arafasida. Shohruh aka bo'lib qoldimi? Ha, bo'ldi. Demak, hozir ovqatimizni suzamiz. Mana taomimiz ham tayyor. Xo'p. Bizga bezash uchun kerak bo'ladigan mahsulotlarimiz bu mix salatimiz. Keyin tabga ko'ra pyure solamiz. Xo'p, pyure nima uchun? Pyure masalan garnir sifatida foydalaniladi. Masalan faqat ovqatni o'zi kam bo'lishi mumkin, o'shaning uchun garnir ham beramizda yonida. Birinchi pyure solishdan boshlaymiz ishimizni. Püremizni ham soldik. Salatimizni ham qo'yamiz. Ovqatimizni ham solamiz. Joyli. Mana taomimiz ham tayyor bo'ldi. Tatib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarimiz, hurmatli bekajonlarimiz, albatta bu taomning bugunning o'zidayoq tayyorlab ko'rasiz degan umiddamiz. Albatta taom tayyorlab ko'rib, ta'miga baho berib, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring yoki bo'lmasa taomni Shohruxbekning qo'llarida tatib ko'rmoqchiman deydiganlar bo'lsa, restoranimizga saharlikda, iftorlikda yoki bo'lmasa tushlik paytlarida ham tashrif buyursangiz, bu taomni biz sizga taqdim qilamiz. Qaytgancha keyingi yakshanba kunlarda sizga yana qanday retseptlarni taqdim qilishni xohlaysiz? Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Barchani Favvora oilaviy restoranida kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.